Aka, rostdan hazillashmayapsizmi? Bez ustun 25 metrgacha chiqarishi mumkin. Yangilikni bombasi o'rtoqlar. Ko'ringlar, quruvchi akalar yoki uy qurayotganlar diqqatiga mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Uylarga naves yoki tom yopish kerak bo'ladi. Kattaroq sex-pexlarni polностью tomini yopish kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiydan ustalar kelib, konteyner profildan yopib berishayotgan ekan. Faqat tumkasi va samarezlarni olib berasizlar, qolgan hamma narsalari o'zidan. Bez ustun 25 metr joygacha chiqazib berishar ekan. Ko'rasizlarmi, qilayotgan ishlarini polностью katta sexlargacha yopib berishibdi. Hozir ko'pchilik xonadoniga, darvozaxonadan kiravishga hovlilarning tepasiga navesni joylashib tashlashyapti. Xuddi shu uchun ham juda ham zo'r variant ekan. Ham ishinglar tez bitadi, ham oson va sifatli arzon bitadi, akalar. Shaxsan o'zim kelib guvohi bo'ldim. Ko'rasizlar, mana shu katta sexlarni polностью o'zlari bitirib berishibdi. Tez va sifatli. Hoji aka, siz ham uyingizga yoki biznes sentringiz yoki mana shunaqa katta sex binolaringizga tomini yoptirmoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqavering. Sizni qanaqadir naves qiladigan joyingiz bormi? Molxona deysizmi yoki kattaroq korxonangiz, dom, bino, uchastka xohlagan joylarga qilib berishar ekan. В общем, gap bo'lishi mumkin emas. Bor-ku, Novostroykaning tepasida turibmiz. Akalar, ko'rasizlar, Novostroykaning tepasiga ham qilib berishayotgan ekan. Katta bino, dom, har qanaqa joyga qilib beramiz deb aytishyaptilar. Ko'rasizlarmi, ishlarni sifatli materiallardan foydalanib, sifat bilan bitirib berishyapti. Hamma narsalari o'zlaridan, faqat quruvchidan ketayotgan narsa samarez va tumka foni botdi. Qolgan hamma narsa o'zlaridan ekan, akalar. Pastda akam nomerlarini qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar.